Assalomu alaykum, ijtimoiy tarmoq ishtirokchilari, hurmatli aholi. Bugun biz G'ijduvon tuman tibbiyot birlashmasiga, tibbiyot sog'liqni saqlash birlashmasiga qarashli G'ijduvon tuman tug'ruq bo'limida biz hozir chaqaloqlar bo'limida men onalik va bolalik bo'yicha G'ijduvon sog'liqni saqlash bo'limi bosh vrach muavini Hojiyev Oybegim modelimda bo'laman. 31 yildan beri ana shu G'ijduvon tibbiyot birlashmasida ayollarga qo'ldan kelgancha xizmatlarimizni qilamiz. Bizni tumanimizda 80.540 ta tug'ish yoshidagi ayollarimiz bo'lib, mana shu ikkita tug'ruq bo'limimiz bor. Bizani tumanlararo perinatal markazimiz va tuman sog'liqni saqlash birlashmasidagi tibbiyot birlashmasiga qarashli tug'ruq bo'limimiz bor. Hozir biz chaqaloqlar bo'limida shu chaqaloqlar bo'limida rahmat prezidentimizga 2020-2030 yillarda tibbiyotni islohotlashtirish yo'nalishi bo'yicha onalar va go'daklar o'limini oldini olish maqsadida ko'p ishlarni tashkillashtirib berdilar. Shu jumladan bizga mana tug'ruq bo'limi, chaqaloqlar bo'limimizda yangi apparatlar, chaqaloqlar uchun kuvez apparatlari, spaplar, keyin oksigenatorlar, hammasi shu chaqaloqlarni sog'lom rivojlanishiga yo'naltirilgan. Bu bo'limda chaqaloqlar bo'lim boshlig'i Sharof va Lobarxon ishlaylar. Qo'llaridan kelgancha barcha shu og'ir holatdagi chaqaloqchalarimiz keladi. Hamma ayollarimiz ham sog'lom deb aytish joiz bo'ladi. Bu birlamchi tizimdagi 196 antinatal parvarishlar bo'yicha olib boriladi. Homilador ayollar ba'zan shu muddatdan oldingi tug'ruqlar bilan keladigan chaqaloqlarimizga qo'ldan kelgan yordamlarni beradilar. Chunki bizga davlat tomonidan 21 ta paketga ajratilgan barcha dori-darmonlar berilgan, ta'minlangan. Bular shu kelgan chaqaloqlardan iloji boricha olib chiqishga harakat qiladilar.